Boy akam. Orqasini qarang, buni chiroyligini. Shahar ichida birga bir aylanib yurishga, sura-sur qilib yurishga nima deysiz? Qarang buni chiroyligini. Bunaqa yili yangisini, probegi kamini bor, aynan siz uchun topib qo'ydim. Bosib yuborish kerak bo'ldi. Endi oldini qarang boy akam. Qirilgan, chizilgan, dilla xira qiladigan joylari yo'q. Oppoqini, buni turishini qarang, chiroyligini qarang. Shu videoni bor-ku, aynan o'zingizga yaqin bo'lgan sirdosh do'stingiz bor, shunga tashab qo'yasiz. Hozirda o'zida videoga bitta like bosib qo'yasiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Bor yo'g'i kilometri, xo'p, 58.700 kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskasi top-toza. Balon holatida ham Nexus 3 diskalari va yangi archa balonlarni taqib qo'yishgan ekan. Aynan bu sizni gapingizni ikki qiladigan mashinalardan emas, bilasiz, shahar ichida juda ham shustri yuradi. 58.000 probeg, kraskasi toza. Xo'p, CC monitorlari bor, o'zini shtatniy mafonlari, chexollari, poliklari, video registratorlari yo'q. Merz deflektorlari bor. Obshivkani holatlari ham zo'r turibdi. 4-pozitsiya toza avtomat. Gaz balonlari ham bor ekan 3-paketida. Yurish-turishida umuman muammosi yo'q ekan. Bu mashinaning kuzov qismini sizlar bilan birgalikda tekshirib chiqamiz. Keling yaqinroq. Mana qarang turishini. Paroglarigacha tiniq turibdi. Olib turib yuboradi joy. Faqat bitta muammosi bor ekan. Moyka qilib olish kerak ekan bo'ldi. Videoga hali ham like bosmagan bo'lsangiz bor, narxini hech pulda o'ylasiz. Agar siz o'ylagan narxdan ham arzon qo'yadigan bo'lsam, arzon birovga Instagram, YouTube kanallariga ham qo'yib yuboramiz. YouTube kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'yasiz. Aynan buni hozir Telegram kanalimizga qo'yamiz. Agar siz Instagramda ko'rayotgan bo'lsangiz, ulgurib qolsangiz agar olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun birinchilardan bo'lib olishni xohlasangiz, Telegram kanalimizga o'tib oling va bu mashinaning ham egalari nomerlarini Telegram kanalimizga qo'yib qo'yamiz. Jonli hisob bo'lsa omon bo'linglar, $8.300 bosinglar.